أدهشني ما يطلبه مني سلطان الزمان لحماره العزيز. Sultonu zamon o'sha aziz eshagi uchun mendan talab qilgan narsa meni dahshatga soldi deyapti. Ya'ni bu eshakka kitob o'qishni o'rgatish bu g'alati-yu. Dahshatga soldi deyapti. Mendan talab qilgan narsa eshak uchun. Va ba'da an sakattu qalilan qultu. Biroz sukut qilgandan so'ng dedim. Wa maza yad'uni an ukabida hadha al-ana. Qarang. Savolni qarang. Bu ham savol ham zo'rda qarang. Bu haqiqatdan ham Juho zakiy hisoblanadi, bilasizlar? Juho o'sha afandi zakovatli bo'lgan. Zakovatli bo'lgan. Qayerda qanday gapirishni bilgan. Qarang, bu yerda ham shunaqa chiroyli uslubda gapiryapti-da. Misol uchun, mana bunaqa qilsa ham bo'lardi. Ha, men shu ishni qilsam, menga nima berasiz? Bu qilgan ishimni evaziga menga nima berasiz ham bo'lar to'g'ridan. Lekin bu hurmatsizlik bo'ladi sultonga nisbatan. Tushunyapsizmi? Bu o'zini tamagirligini sof qo'ygan bo'ladi. Ha, men shu qiynalib sizni ishingizga o'qishni o'rgatsam, menga nima berasiz evaziga? Desa bu beodoblik, tamagirlikni izhori bo'lib qoladi. Lekin Juho uni demayapti, menga nima berasiz demayapti. Gapni qarang, uslubni qarang. Gapni uslubini qarang. Maza yad'uni. Nima narsam undaydi, meni undaydi. Nima narsam meni undaydi? An ukabida hadal ana. Ana degani mashaqqat degani, qiyinchilik. Kabada yukabidu degani o'sha mashaqqatni boshdan o'tkazmoq, mashaqqatni ko'tarmoq degani, boshdan kechirmoq degani. Qani? Ya'ni bu mashaqqatni hazalana. Bu mashaqqat, qaysi mashaqqat? Eshakka kitob o'qishni o'rgatish mashaqqat bu. Mana shu mashaqqatni men ko'tarishligimga, mana shu mashaqqatni boshdan kechirishligimga meni nima undaydi deyapti. Qarang, gapni qarang. Menga nima podarka berasan demayapti. Nima narsa borki meni undaydi. Men shu mashaqqatni ko'taraman. Ko'tarsam. Mana shu mashaqqatlarni yelkamga ko'tarishga undaydigan biror narsa bormi deyapti. Mana qarang. Uslubni qarang, ko'ryapsiz. O'shaning uchun ham zakovatli bo'lganda Juha. Menga nima berasiz demayapti to'g'ridan to'g'ri. Bu sulton ham birdan tushunyapti buni gapini, maqsadini. Qarang, bu sulton ham zakovatli bo'lganda birdan nima demoqchi bo'lganini tushunyapti. Qola sulton aytdi. Nafiz rog'bati. Sen meni istagimni bajar. Walaka minni mukafaatun qadruha 10,000 dinar. Sen uchun mendan miqdori 10,000 dinor bo'lgan mukofot bor, deyapti. Qarang, lakka uslub bilan keltiryapti. Sulton ham zo'r balog'atli, maqomni joyiga zo'r ta'sirli gapiradigan zakovatli ekanda. Va uhdika mukafaatan, man senga sauhdika sawfa uhdika mukafaatan. Misol uchun shunaqa qilsa ham bo'larmidi? Nafiz rog'bati, mana istagimni bajar. Uhdika mukafaatan qadruha 10,000 dinar desa ham bo'lardi. Men senga miqdori 10,000 dinor bo'lgan mukofot hadya qilaman desa bo'lardi. Lekin unaqa demadi. Qarang. Nima deyapti? Walaka minni mukafaa deyapti. Laka mukafaa. Bu ismiy jumla bu. Bu ismiy jumla. Uhdika mukafaa bu fe'liy jumla. Ismiy jumla fe'liy jumladan ko'ra kuchli bo'ladi, bilasizmi? Nima uchun kuchli? Qarang. Agar faraz qilamiz, misol uchun aytsa-da, nafiz rog'bati uhdika deganda edi. Uhdika. Men senga hadya qilaman, mukafaatan qadruha 10 dinar. Qarang. Uhdika mukafaa bu bitta uslub. Fe'li jumla uslubi. Va laka minni mukafaa. Uhdika mukafaa va laka minni mukafaa. Qarang. Senga mukofot beraman deyish kuchliroq ta'sir qiladimi? Sen uchun mukofot bor
deyish kuchli ta'sir qiladi. San uchun mukofot bor degani go'yoki o'sha hozirdan bor degani. Tushunyapsizmi? Laka mukafa. Sani mukofoting bor. O'sha hozir bor. Men beraman emas, bor o'sha san mukofoting. Tushunyapsizmi? Bu kuchli ta'sir qiladi bu. Uhdika men senga beraman kelajakda. Bu beraman, bermay xudo biladi deydi. Uhdika desa, to'xta bermasachi, aldasachi men. Lekin laka mukafa. Sani mukofoting bor o'zi. Tayyor turibdi o'zi. Mana tayyor turibdi deganda. Tushunyapsizmi? Bu kuchli ta'sir qiladi ismiy jumla. Ismiy jumla, al-jumlatul ismiyya aqwa ta'siran min al-jumlatil fi'liyya. لماذا؟ لأنها تدل على الثبوت. Chunki ismiy jumla subutga dalolat qiladi. Ya'ni sobit turibdi degandek go'yoki. Sen uchun mukofot bor, aynan turibdi, mana turibdi, bor. Xavotir olma. Men senga beraman kelajakda emas, beraman, u xudo biladi, beraman. Bor degan narsa u, sani bor turibdi, tayyor turibdi degan narsa kuchli bu. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham ismiy jumla keltiryapti. Valaka minni mukafaatun qadruha 10,000 dinar. Lekin sharti bor. Iza najahta fi ta'limil himar. Agar shu eshakka ta'lim berishlikda sen muvaffaqiyat qozonsang. Chaling, sen mani istagimni bajar. Agar ana shu eshakka ta'lim berishlikda sen muvaffaqiyat qozonsang, sen bo'ldi xavotir olma, sen uchun mukofot tayyor turibdi deyapti. Bor deyapti. Mafhum? Hop, Fikratun Najihadan davom ettiramiz. Keyingi safar she'rda pauza qilamiz. Qaranglar-da. Men misol uchun hozir ismiy jumla fe'liy jumladan kuchli dedim. Mana shu maqomda agar fe'liy jumla ishlatilganda edi, u ta'siri kuchsiz bo'lardi, ablag' bo'lmasdi. Ablag', aqva bo'lmasdi. Lekin ana shu maqomda ismiy jumlani ishlatsa ablag', aqva. Lekin bu degani, masalan, ismiy jumla fe'liy jumladan kuchli deyapman-ku. Bu degani har doim ismiy jumlani ishlatib yurish kerak degani emas. Maqom hal qiladi. Tushunasizmi? Shunaqa o'rinlar bo'ladi, u yerda ismiy jumla emas, fe'liy jumla ishlatish ablag' bo'ladi. Ta'sir kuchli bo'ladi, aqva bo'ladi. Shunaqa o'rinlar bo'ladi. Uhdika deyish kuchli. Shunaqa maqom bo'ladi, shunaqa vaziyat bo'ladi. Shunaqa vaziyat bo'ladi, laka mukafa deyish kuchli. Tushunarli? Bu yerda nima bor? Juhona qalbida shak borda, nima undaydi, men nima berasiz menga degan gumon bor. Menga birovni beradimikan degan gumon bor. Va Juho qo'rqyapti bu mashaqqat yelkasiga olishlikdan. Tushunyapsizmi? Ya'ni meni nima undaydi bu mashaqqatni men ko'tarishligimga deyapti-ku. Unda qo'rquv, Juhoda qo'rquv bor. Shak bor, gumon bor. Menga birovni arzirli birovni beradim degan shak bor. Ana shu vaziyatda, ana shu maqomda Juhoni xotirjam qilish uchun eng munosib jumla bu ismiy jumla. Uhdika deyish unaqa uni xotirjam qilmaydi. Uhdika beraman deyish xudo biladi, beraman. Laka mukafa deyish uni xotirjam qiladi. Tushunyapsizmi? Lekin shunaqa o'rinlar bo'ladiki, u yerda fe'liy jumlani ishlatish kerak. Ana shu narsa balog'at. Balog'atni sizlar hozir amaliy tatbiqini ko'ryapsizlar. Balog'at ilmini garchi o'qimagan bo'lsanglar ham, balog'at ilmini kitoblardan o'qimagan bo'lsanglar ham, lekin balog'at o'zi nima uchun kerak? Balog'at o'zi nimani o'rgatadi degan narsani amaliy tatbiqini mana mutolaada ko'rib ketyapsizlar. O'zi mana shunaqa qilib keyin balog'at fani o'qilsa yaxshi tushunasiz. Mana shunaqa qilib, ya'ni amaliy tatbiqini ko'rib, keyin balog'at faniga kirsangiz, kitob o'qisangiz, ancha yaxshi tushunasiz. To'g'ridan to'g'ri, men ko'rmagan narsani birdan balog'atdan gapirib ketgandan ko'radi. Tushunarli? Shunaqa. Keyin yana bitta narsani shunday aytib qo'yay, foyda uchun qaranglar. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Bu ham juda muhim narsa, juda ham muhim masala. Mantiq bor va urf bor, lug'at bor. Ya'ni dalalatul mantiq va dalalatul lug'a val urf. Ikkita narsa bor. Shuni chalkashtira olmaslik kerak. Bu juda muhim masala, nozik masala.